Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash silsila darslarimizdan birodarlar, ishonch manzilatini o'qiymiz. Ishonch manzilati. Odamlarni ayrimlari amal qildi, mustaqim bo'ldi yoki fojir bo'ldi, amaldan uzoq bo'ldi. Yana ayrimlari taraddudga tushdi, ikkilandi, shuning uchun amal qilmadi. Nima uchun odamlarning ayrimlari shijoatli, g'ayratli bo'ladi amallarda? Nima uchun ayrimlari buni teskarisi bo'ladi? Nima uchun odamlarning ayrimlari mustaqim bo'ladi, ayrimlari esa fojir bo'ladi? Nima uchun odamlarning ayrimlari fidoyi bo'ladi diniga, ayrimlari bunday emas? Bu narsalarni javobini bilmoqchi bo'lsak, birodarlar, biz yaqin nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. Yaqin bu ishonch. Agar birodar o'zingga qarab ko'rsang, nimani ko'rasan? O'zing ishongan narsalarga intilayotgan bo'lasan, harakat qilayotgan bo'lasan, ishonmaydigan narsalaringga qadam bosmaysan, tiyilasan, to'xtaysan. Demak, qoida seni amalga undaydigan asosiy omil yaqin, ishonch. Ishonsang amal qilasan. Asarlarda keltiriladi: Tabarakallazi qasamal aqla bayna ibadihi ashtatan. Innar rajulayni la yastawi amaluhuma va birruhuma va sawmuhuma va salatuhuma va yaxtalifani fil aql kadharratil jambi uhud. Wa ma qasama Allahu li ibadihi nasiban awfara min al aqli wal yaqin. Aqlni bandalar orasida har xil qilib taqsim qilgan Alloh subhanahu va taolo barakotli zotdir. Albatta, ikki kishining amallari va yaxshiliklari, namoz va ro'zalari bir xil bo'ladi. Aqllari esa turli bo'ladi. Amallar bir xil bo'laveradi, aql turli bo'ladi. Xuddi Uhud tog'i oldidagi bir zarra kabi. Endi diqqat. Alloh bandalariga aql va ishonchdan ko'ra kattaroq nasibani taqsimlamagan. Alloh taolo qilgan taqsimotning ichidagi eng kattasi, kengi aql va ishonch. Arab tilida yaqin deyiladi bu narsa. Ishonchi bor odamgina o'zini qiylanib topgan pulini, molini, zakotini ato qila oladi. Ishonchi bor odamgina yoshligini Alloh taoloning toatiga sarf qiladi. Ishonchi bor odamgina umrini Allohni tanishga sarf qiladi. Ishonchi yo'q bo'lsa-chi? Mana shu solih amallardan ikkilangan, taraddudga tushgan, amaldan to'xtab qolganligini ko'rasiz. Alloh bor deydi. Namoz o'qish kerak deydi. Sadaqa qilsang moling kamaymaydi deydi. Deydi-yu, qarasangiz amalda yo'q. Nimaga aytib turib shu narsalarni? Shuni o'zi amalga oshirmayapti? Demak, ishonmaydi o'zi. Ishonchingiz komil bo'lsa, ishonsangiz keyin zakot berasiz, keyin sadaqa qilasiz, keyin gunohdan o'zingizni tiyasiz. Odamlarni amallarda turli-tuman bo'lishligi bu ularning ishonchiga bog'liq ekan. Shuning uchun bunaqa ishonchi bo'lmagan odam doim hayronlikda, zoyelikda bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Yo'q. Agar sizlar aniq bilish bilan bilganingizda edi, agar sizlar aniq bilganinglarda, ya'ni dunyoga qul bo'lib qolishni oqibati nima ekanligini aniq bilganinglarda, aniq ishonganinglarda dunyoga qul bo'lib qolmas edinglar. La tarawunnal jahim. Qasamki albatta sizlar do'zaxni aniq ko'rursizlar. Agar inson mana shu yaqin manzilatiga, ishonch martabasiga yetsa, o'zini nafsini Allohga topshirib qo'ygan, Allohga sotgan bo'lar edi. Odam bolasining iymoni
va amali xususida qanaqa nuqsoni, taqsiri, kamchiligi bor bo'lsa, ikkilanishi. Bu uning ishonchini zaifligiga borib taqaladi. Qaysi ishga kirisha olmayapsiz yoki qaysi ishni tasha olmayapsiz? Bittasini foyda ekanligida ishonchingiz nuqsonlik, ikkinchisini zarar ekanligida ishonchingiz nuqsonlik. Agar mustahkam e'tiqod, mustahkam ishonch egasi bo'lganingizda, boyaga birinchi ishni qilib, ikkinchisini tashagan bo'lardingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kirsalar, Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu masjidda namozdan tashqari vaqtda ko'p o'tirayotganligini ko'rib qoldilarda, Abu Umoma, nimaga bunaqa o'tiribsiz? Ya'ni bir qayg'uga tushib qolgan, boshini egib, siqilib o'tiribdi. "Ya Rasululloh, qarzlarim ko'p, uzolmayapman. G'amlarim ko'p" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Abu Umoma, sizga shunday kalimalarni o'rgataymi? Agar ularni aytsangiz, g'amlaringiz ham ketadi, qarzlaringiz ham uziladi. O'rgating ya Rasululloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan duosini aytdilar. Haligi sahoba aytadiki, ana shu duoni bir muddat o'qidim, g'amlarim ham, qarzlarim ham ketdi deydi. Payg'ambarning so'ziga ishonchi komil bo'lgan, yaqini mustahkam bo'lgan mu'min darrov haligi kalimani aytishni boshlaydi. Endi ishonchi zaif bo'lgan odamchi? Qanday endi? O'sha duoni aytib qo'ysamlar endi hal bo'lib qoladimi? Bu aqlga sig'maydi. Endi seniki ijobat ham bo'lmaydi duoing. Muammoing ham hal bo'lmaydi, qarzing ham uzilmaydi. Chunki nima yo'q senda? Ishonch yo'q. Tushunyapsizlarmi endi akalar, ukalar? Biz qilmoqchi bo'lib qila olmayotgan, tark qilmoqchi bo'lib tark qila olmayotgan ishlardagi muvaffaqiyatga erishmayotganligimizning sababini nima yo'q? Ishonch yo'q. Ishonch yo'q. Yo'q, ishonch bor, ishonch zaif. Ishonchimiz, yaqinimiz sust, zaif. Qaytaramiz, odam bolasini iymon, amal xususida qanaqa kamchiligi, nuqsoni, ikkilanishi bor bo'ladigan bo'lsa, bas buning sababi uning ishonchining zaifligi. Alloh taolo siz bilan bizdan birodarlar unaqa ikkilanib, taraddudga tushib iymon keltirishimizni xohlamadi. Iymon keltirishimiz mustahkam bo'lsin, ikkilanish bo'lmasin unda. Astagfirullah. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah ulaika humus sodiqun. Haqiqiy mu'minlar faqat Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirib, so'ngra hech qanday shak shubha qilmagan va mol va jonlari bilan Alloh yo'lida kurashgan zotlardir. Ana o'shalargina o'z iymonlarida sodiq bo'lgan zotlar. Hech qanday shak shubhasi yo'q iymonida. Alloh sen bilan mendan birodar shubhalangan holimizda iymon keltirishimizni xohlamadi. Yo'q, agar sizlar dunyoga qul bo'lib qolishning oqibati nima ekanligini aniq bilish bilan bilganingizda dunyoga qul bo'lib qolmasdinglar deyapti Alloh Takasur surasida. Qasamki, albatta sizlar do'zaxni ko'rursizlar, aniq. Alloh taolo siz bilan bizga zaif dalillarni keltirib qo'yib turib, menga iymon keltir demadi. Dalilni kuchligini keltirib qo'ydi. Borligi, birligiga, qudratiga dalolat qiladigan kuchli dalillarni ko'rsatib, keyin iymon keltirdi. Chunki ikkilanib bo'lmaydi iymonda. Astagfirullah. Va fil ardi ayatun lil muqinin. Hamda yerda Allohning qudratiga dalolat qiladigan oyat, alomatlar bordir. Birodarlar, ishonch mavzusi, yaqin mavzusi o'ta ham nozik mavzu. Hozir aytdik. Aniq ishonmasang bir narsaga kirishmaysan. Bir narsadan o'zingni olib qochyapsanmi? Demak, shu narsani to'g'riligida o'zingda nima bor? Shubha bor. Agar foyda topishga aqling yetsa, pulingni tikasan shu tijoratga. Demak, yaqin, ishonch harakatlantirar ekan. Aniq ishonmas ekansan, ikkilanasan, shubhalanasan, harakatsiz bo'lasan.
Birodarlar, bu dunyoda ishonch eshiklari uni qidirgan odam uchun ochiq. Ishonuvchilar uchun yer yuzida dalillar ochiq turibdi. U qat'iy dalillar. Mana haqiqiy ishonch egalarining xususiyatlari, haqiqiy ishongan odamlarning xususiyatlari, ahli yaqinlarning xususiyatlari. Hidoyat va najot. Astagfirullah. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil axirati hum yuqinun. Ular sizga nozil qilingan va sizdan ilgari tushirilgan narsalarga iymon keltiradilar va oxirat kuniga aniq ishonadilar. Haqiqatan kim ko'rib keldi jannatni, do'zaxni? Haqiqatan kim o'lib tirildi? O'ylab qarasiz, haqiqatan mana men o'lib tirildim degan odam yo'q. Bunaqa ikkilangan odam, uni iymoni iymon bo'lmaydi. Endi aniq ishonadilar deyapti Alloh. Ular kimlar? Ularga nima bor? Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir. Aniq ishonganlar Parvardigor tomonidan hidoyat topganlardir. Va najot topguvchilar ham ularning o'zlaridir. Aniq ishonasiz, hidoyatda bo'lasiz, aniq ishonasiz, najotga yetasiz. Chunki ular aniq ishonishdi. Endi do'zax ahllarining xususiyati qanaqa bo'ladi? Biz hozir aniq ishonch egalarining xususiyatini aytdik. Aniq ishonadi, shuning uchun hidoyatda, shuning uchun najot topdi. Do'zax ahllarining xususiyati-chi? Astagfirullah. Va idza qila inna wa'dallohi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna va ma nahnu bimustayqinin. Qachon sizlarga dar haqiqat Allohning va'dasi rostdir, qiyomat soati shak shubhasiz kelguchidir deyilsa, sizlar biz u soat nima ekanini bilmaymiz, faqat gumon qilamiz xolos. Biz qiyomat soati kelishiga aniq ishonguvchi emasmiz dedinglar. Ana o'shuning uchun kofir bo'ldi bular. Kim bilsin, hamma aytayapti-yu, qiyomat bor shekilli, ehtimol shundaydir, aniq bilmaymiz. Demak, bunaqa odamlarning holati kunday ravshan. Ikkilanish, zaiflik, nifoq, baxillik. Shuning uchun infoq qila olmaydi u. Birni bersang Alloh 10 qilib beradi qaytarib degan payg'ambarning va'dasiga ishonchi zaif, o'shuning uchun bera olmaydi. O'shuning uchun u olganin foyda deb biladi, berganin foyda deb bilmaydi. Vaholanki dinimizda nima deyapti? Berganing o'zingniki, olib qolganingga javob berasan deyapti. Ishonchi yo'q, o'shuning uchun bera olmaydi. Vaqtini Allohning yo'lida sarflashni yo'q. Chunki savobli ishga sarflasa, tijoratiga ketadigan vaqtini ozayib qoladi-da. Undan ko'ra tijoratimga sarflaganim to'g'ri deydi. Allohni tanishga harakat yo'q, Qur'on tilovati yo'q. Bunaqa odamlarni oxiratdan ko'ra dunyo ishlari ko'proq band qiladi. Vojiblarni ado qilishlikda qosirlik, shubhalanadi bular. Bu kasalliklarning sababi bitta. Bu ishonchning zaifligi. Shuning uchun bunaqa odamlar savobli amalni qilishga suskashlik qiladi. Yana qaytaramiz. Bunaqalar olganini foyda deb biladi. Berganini emas. Berganini zarar deb biladi. Avvalgi darslarda aytdik-ku, ukalar, yoshlar, mana bu aqlimizni hozirdan nastroyka qilib olaylik. Bizni olganimiz boy qilmaydi. Bizni berganimiz boy qiladi. Har bittamiz la ilaha illalloh deyishimiz bilan Allohning do'stlari qatoriga kirdik, vali bo'ldik. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'linglar deyapti Alloh Qur'onda. Allohning valilari bor, do'stlari. Ularga xavf va xatar yo'q va ular mahzun bo'lmaydi. Kim ular? Allazina amanu va kanu yattaqun.
iymon keltirgan va taqvo qilgan. Demak, iymon keltirdikmi? Biz Allohning do'stlari qatoriga kirdik. Endi taqvoyimizga yarasha Allohga yaqin bo'laveramiz. Iymon keltirdik, valilar qatoriga kirdik. Bu birinchi qismi. Endi taqvoyimiz qancha yuksak bo'lsa, komil bo'lsa, Allohga shuncha yaqinlashib boramiz. Taqvoyingiz qancha baland bo'lib, Allohga qancha yaqin bo'lsangiz, Allohga valiyligingiz qanchalar kuchli bo'lsa, yaqin bo'lsa, birni berganingizda 10 bo'lib qaytib kelish muddati qisqaradi. Mayli, biz bugun 1000 bersak, 1 yildan keyin 10 000 bo'lib kelsa ham, 1 yilda kelsa ham mayli, lekin yillar ketyapti-da, to'g'rimi? Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu mana bilasizlar juda boy sahoba bo'lgan. Nima qilay der ekan? Nima qilay ihson qilmasdan? Ertalab birni bersam, kechki payt Alloh 10 qilib qaytarib bersa, nima qilay infoq qilmay der ekan? U kishining infog'i ertalab bersa, kech payt qaytib kelyapti. Ko'rdingizmi taqvosini? Ko'rdingizmi valiyligini? Endi Ali ibn Abi Tolibni qarang. Bir dona xurmoga yarasha ishlab, bir dona xurmoni olib Fatima Zahroning oldiga kelyapti. Yo'lda birov Alloh uchun bir narsa bering deyapti. Allohning nomini o'rtaga qo'ygan uchun Ali roziyallohu anhu berdi. Chunki ishonchi aniqda, Alloh uchun bersa qaytishi. Alloh uchun berilgan narsa albatta qaytishligiga ishonch komil. Biz ham iymonimiz komil, lekin bitta onor bo'lsa bermaslikda, to'g'rimi? Ikkita bo'lsa ham mayli, bittasini berib, bittasini olib qolardik. Bir donaya, yana qaytarib o'taman, yarim kilo bo'lganda mayli ikkitasini berish oson. Bir dona onorni berdi. Uyga qaytib keldi, onorsiz. Nima bo'ldi keyin qissani davomida? Qani onor Fatimani? Onor yo'q, biroz so'radi, berdim deb turdi, eshik taqilyapti. Ali ibn Abi Tolib eshikni ochsa, bir odam qo'lida xolta bilan turibdi. Qancha vaqt o'tdi deysizlar? Abdurahmon ibn Avf bersa, ertalab kech payt berar ekan Alloh. Ali ibn Abi Tolibni bitta onori qancha muddatda qaytib keldi deysizlar? Haligi eshik tagida turgan odam bu dedi, xoltani ko'rsatib. Allohdan payg'ambarga keldi, payg'ambardan sizga keldi dedi. Shunday ochib qarasa, onor, bir xolta. To'xtab turib, ochib sanadi. 9 ta. Qancha deyilgan? 10 ta deyilgan. Robbisini Robbisini va'dasiga ishonchi shu darajada komilki, 10 ta bo'lish kerak dedi. Sanadi. So'rayapti. Allohdan bu rostdan Allohdan payg'ambarga keldimi? Ha. Payg'ambardan menga keldimi? Ha. Unda 10 ta bo'lish kerak. Yonboshdan chiqarib berdi, sizni sinamoqchi edim deb. Ko'rdingizmi ishonchni martabasini? Yana qaytarib aytamiz, Alloh taoloning do'stlari bor. Bularga xavf va xatar yo'q va ular mahzun bo'lmaydi. Ular iymon keltirgan va taqvo qilgan zotlar. Sizni Allohga bo'lgan varoyatingiz, do'stligingiz qanchalar yuksak bo'lsa, taqvoingiz qanchalar baland bo'lsa, axloqingiz qancha go'zal bo'lsa, qarg'ishmas, duo olayotgan bo'lsangiz, nazardan qolmasdan odam el yurtni xizmatini qilib, xulqingizni go'zal qilayotgan bo'lsangiz, g'iybat qilmayotgan bo'lsangiz, qalbingiz kibrga to'lmagan bo'lsa, miyangiz aynib, taqvoingiz shunchalar yuksak bo'ladi, Alloh taoloning sizga beradigan mukofotini kelishi shuncha tezlaydi. Ishonch. Siz bilan bizning amallarimizdagi nuqson, kamchiligini asosiy sababi bu ishonchimizning zaifligi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.